Kanalimiz rivoji uchun like va obuna bo'lishni unutmang. Netanyahu Trampdan Eronga hujum qilmaslikni so'ragan. Ikki davlat yetakchilari 14-yanvarda AQSh Eronga zarba berishi kutilayotgan kunda telefon orqali muloqot qilgan. AQSh prezidenti Donald Trampning Eronga hujum qilmaslik to'g'risidagi qaroriga Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuning ogohlantirishi ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin, deb xabar berdi Axios portali amerikalik va isroillik mulozimlarga tayanib. U Trampga Isroil Eronning ehtimoliy javob zarbasidan o'zini himoya qilishga tayyor emasligini, buning ustiga Isroilga Eron raketalarini tutib qolish uchun yordam berishga mintaqada AQSh kuchlari yetarli emasligini aytgan. Bundan tashqari Netanyahu AQShning hozirgi rejasi yetarlicha ta'sirli emasligini va kerakli natija bermasligini bildirdi, dedi bosh vazirning yordamchisi, deb yozadi nashr. Ikki davlat yetakchilari 14-yanvarda AQSh Eronga zarba berishi kutilayotgan kunda telefon orqali muloqot qilgan. Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad Salmon ham Trampning Eronga zarba berishiga qarshilik bildirgan, deyiladi Axios xabarida. Hududda harbiy texnikaning yetarlicha emasligi, Isroil va Saudiya Arabistonining ogohlantirishlari va maslahatchilarning xavotirlari, eronliklar bilan norasmiy kanallar orqali maxfiy muzokaralar natijasida Tramp hujum qilmaslikka qaror qilgan, deb yozadi nashr. Tramp Erondagi norozilik namoyishlari fonida mamlakatga qarshi kuch ishlatishi mumkinligini aytgandi.